Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mening yurtimda har shanba 21:00 da xonadoningiz mehmoni musofir shou ko'rsatuvi. Siz bilan g'oyibona ekran qarshisida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta hammaga assalomu alaykum musofir shouni muxlislari. Studiyamizdagi ishtirokchilarimiz barchalarga assalomu alaykum deymiz. Barchalar bilan ekran orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bu galgi sonimiz O'zbekistondan ishtirok etganlar Sirdaryolik Borliboyeva Fotima opamiz oila a'zolari bilan studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Studiyamizda Borliboyeva Fotima opamiz oila a'zolari Sirdaryodan tashrif buyurishgan. O'zlarini xo'jayinlari esa musofirda Janubiy Koreyada ishlaydilar. Yana bir narsa, bizni hayratlantirgan narsa, katta kiyimlarda yasirkanlar, to'g'rimi? Aytganimizdek, O'zbekistondan ishtirok etyaptilar, lekin biz oilalarni birlashtirish, onlayn bo'lsa ham bularni birgalikda bog'lab, mana shu o'yinda ishtirok ettirishga qaror qildik. Xush kelibsizlar. Rahmat. Amaki o'zingizni tanishtiring. Men Fotimaning dadasi bo'laman. Siz qizlari. Fotima. O'zim. Fotimaxon ishtirokchisizmi? Ha, demak onalari. Ayajon. Ukam. Ukangiz. Demak xo'jayingiz Koreyada. Xo'jayinim Koreyada. Ha, men opamga qarab gapiryapman ekan. Xo'jayin demak Koreyada kema soz, ha? Kema. bo'yicha ishlaydi. Siz o'zingiz nima ish qilasiz? Hozir uyda, ya'ni bolalar bilan bola bo'lgan uchun uydamiz. Endi Koreyadan jo'natilgan pullarni taklab, gulini guliga qo'yib, to'shaklarning orasiga yashirib, o'zinikini alohida qilib, to'g'rimi? Ko'z tegmasin, baxtli saodatli bo'linglar. Demak, siz ishtirokchiga aylandingiz. Musofir shouda qayerda ko'rdingiz? Musofir shuni birinchi Instagramda ko'rdim. Instagramda Cobalt mashinasini yutganlarni ko'rib, o'sha bitta qiz yutdi, chetdan Rossiyadan olib kelindi dedi. Keyin O'zbekistondan ham o'ynasa bo'lar ekan degani uchun qiziqdim va haqiqatan xo'jayinim uchun Cobalt mashinasini yutib olmoqchiman degan niyatda bu o'yinda ishtirok etdim. Gap bo'lishi mumkin emas. Tarbiya bergan ota-onasiga rahmat. Otam demayapti, xo'jayin deyapti, qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Oilam deyishi mana shu hamma o'z oilasida tinim tinchsin deydi. Xo'jayinimga Cobalt mashinasini haydataman deb kelibdi Fotimaxon. Demak, biz o'yinni boshladik. Musofir shuni Instagramdan ko'rdim va niyat qildim. Xo'jayinim uchun mashina yutib olishni, uzoqda ishlaganlar uchun qiynalmasliklarini xohlayman. Hozirda xo'jayinim Koreya davlatida kemasozlik bo'yicha ishlaydilar. Telefon qilib aytganlaringizda birinchi to'g'risi ishonmadim. 8 martalab telefon bo'lgan ekan. Ko'nglim sezdi, musofir shoudan bo'lsa kerak dedim, ko'targanimda aloqaga chiqishdi va qaynonajonim oldiga bordimda ularga eshittirdim. Eng avvalo qaynonamga rahmat aytaman, chunki ular hozir farzandlarimni olib turibdilar, kelmadilar, kelolmadilar. Mashina yutib olsam, albatta xo'jayinimga sovg'a qilaman, xo'jayinim haydidilar. O'yinni boshlashdan oldin esa ishtirokchilarimiz guvohligida keyingi ishtirokchimiz kim bo'lishini aniqlab olamiz. 1, 2, 3 ketdi. Demak, O'zbekistondan 11-19 raqam egasi bog'lanamiz. Ungacha esa biz o'yinni boshlasak ham bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Amaki nima deysiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Dedi qizingiz mana shunaqa o'yinda ishtirok etdi. Mana musofir shu ishtirokchisiga aylandi, 5 million so'm pul yutug'i bor. Sirdaryoni qayerdansizlar? Sardobadan. Sardoba. Juda ham chiroyli, ha? Biz etlarga borib paxtalar terganmiz. Voy. Ana xo'jayiningiz ham ulandi. Fotimaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismlari nima Fotimaxon?
Farhod. Farhodjon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat xudoga. Charchamayapsizmi? Siz bilan Yo'q, yaxshi, rahmat. onlayn bog'lanib turganimizdan xursandmiz. Kasbingizni eshitib hayratda qoldik. Kemasoz. Qalay Koreyalar, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yujin pujinlarga qaramay yuribsizmi? Yo'q, qaraganmiz. Ha, yaxshi, ko'z tegmasin. Biz siz bilan onlayn bog'landik. Oila a'zolaringiz mana shu yerda, ayolingiz hamda qaynota, qayna hamda jiyanlari shu yerdalar. Siz ham ishtirok etish imkoniyatingiz bor. Raqam tanlash imkoniyatingiz bor. Siz ham birgalikda oila bilan qaror qabul qilish imkoniyatingiz bor. Chunki ayolingiz sizga Cobalt mashina olib beraman deb mana shu yerga tashrif buyuribdilar. Xudo xolasa niyatlariga yetsin. 1 dan 30 gacha bo'lgan raqamlar ortida bizda sovg'alar yashiringan. Smartfon 4 ta, notebook 4 ta, televizor 4 ta, kir yuvish mashinasi 4 ta, havo sovutgich 4 ta, hamda gaz plitasi 4 ta, muzlatgich 3 ta, 10 million so'm pul yutug'i 2 ta, 10 gram tilla. 1 dan 30 gacha bo'lgan raqamlar ortida Farhodjon shu sovg'alar yashiringan. Endi hammasi omadga bog'liq. 1 2 3 deymiz, biz o'yinni boshladik. Men Fotimaning onasi Abduvaliyeva Dilfuza bo'laman. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanidan keldik. Qizimning omadini bersin Allohim, mashinalarni yutib olsin. Birinchisinada siz birinchi sovg'a tanlab olasiz hamda 5 ta raqam tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ikkinchisinada 4 ta raqam, uchinchisinada 3 ta raqam, to'rtinchisinada 2 ta raqam, beshinchisinada 1 ta raqam tanlash imkoniyati bo'ladi. Va bu zinalarda siz imkoniyatga ega bo'lasiz sovg'ani to'g'ri topgan bo'lsangiz. Va shu sovg'a bilan super o'yinda ishtirok etish imkoniyatingiz bo'ladi yoki sovg'alarni olib ketaveraman desangiz, ketish imkoniyatingiz ham bo'ladi. Demak, sovg'a tanlab olamiz. Nima sovg'a tanlaymiz? Kim tanlaydi? Tanla. Tanlang siz. Kattarog'idan. Tasini tanlang. Ko'proq. Havo sovutgich. Havo sovutgich. To'g'ri tanlov. 4 ta havo sovutgich mana shu 30 ta raqam ortida yashiringan. Va sizlarda birinchi 5 ta raqamgacha tanlash imkoniyatingiz bor birinchisinada va birinchi raqamni kim tanlaydi mana? Dadajon tanlaydi. Dadajoningiz tanlaydi. 4-raqam. 4-raqam. Sovg'a havo sovutgich va tanlagan raqamlari 4-raqam. Qani omad qanday kelar ekan? 4-raqamda kir yuvish mashinasi. Bu birinchi urinish, hali imkoniyat bor va ikkinchi raqamni kim tanlaydi? Ayajon tanlaydi. Onajon, tanlang. 7. 7-raqam. 7 dan biri Xizr deyshadi. 7-raqam ortida havo sovutgich bormi, Go'zal? Bizga havo sovutgich chiqarib bering deydi. Qani 1 2 3. Havo sovutgich. Wow! Demak, yaxshi. Birinchi urinishdayoq yomon emas. Havo sovutgich. Bitta sovg'a bor yoki bitta imkoniyat. Va ikkinchi raqamni kim tanlaydi? Xo'jayinim tanlasizlar. Ha, 3-raqamni Farhodjon siz tanlayotgansiz. Qaynonangiz to'g'ri topdilar. 15. 15-raqamni tanlatdi. Farhodjon 15-raqam ortida bizni suyuntiradigan sovg'a bo'lsin-da. 15-raqam ortida kir yuvish kir mashinasi. yuvish mashinasi. Qarang, Fotimaxon sizga kir yuvish mashinasi olib beraman degan ekan, lekin chiqmay qoldi. Va 4-raqamni kim tanlaydi? Ukam tanlasa oxirgisini tanlayman. Ha, ke, Ukam jiyan, ke. Nechinchi raqam tanlaysan? Nechinchi sinfsan? 3 bo'lsang tanla. 10. 10-raqamni tanladi, jiyan. 10-raqam. Havo sovutgich sovg'amiz 10-raqam ortida esa Go'zalxon bizga nima chiqarib berar ekan? 10-raqam ortida kir yuvish mashinasi. Voy.
Rasa kerak shekilliga faqat kir yuvish mashinasi topishyapti. Va 5-raqamda Fotimaxon o'zlari tanlayman dedilar. 5-raqam qaysi raqam? Fotimaxon. 13-raqam. 13-raqam. 13-raqam ortida. 13-raqam ortida. Smartphone. Smartphone. 6 ya 8 tanlashgan. Lekin gap bo'lishi mumkin bas. Bizda bitta havo sovutgich chiqdi. Birinchi sinadayoq yaxshi imkoniyatga ega bo'ldinglar. Va ikkinchi sinaga ko'tarilamiz. Sizlarda sovg'a tanlash imkoniyati bor, amaki. Kim tanlaydi? Televizor. Televizor, 43 talik televizor. Yaxshi. 4 ta televizor mana shu raqamlar ortida yashiringan va 4 ta raqam tanlash imkoniyati bor. Kim birinchi boshlaydi? Demak, Onaxon, siz topib qo'ydingiz. Endi hamma imkoniyat bizda. 14. 14-raqam. 14-raqam ortida televizor. 14-raqam ortida televizor chiqarib bering. Kulormang. Rostdan ham onaxon juda ham omadli ekanlar. 14-raqam. Onaxon. Qaynonangiz juda omadli ekan, Farhodjon. Chunki sizdek kuyovga ega bo'lgan ekanlar. Kema soat dedi-yu, undan tashqari siz qo'ymadingizmi raqamlarni ish qilib? Ha? Qizlar qo'ydimi? Demak, ikkinchi zinamizda ham bitta imkoniyat hamda bitta sovg'aga ega bo'ldilar. Va keyingi raqamni amaki kim tanlaydi? Tanlang siz. qizim o'zi tanlaydimi? Fotimaxon, nechinchi raqam? 28-raqam. 28-raqam. 28-raqamni tanladilar Fotimaxon va 28-raqam ortida ay gaz plitasi. Kayfiyatni tushirmaymiz va keyingi raqam tanlash imkoniyati bor. 3-raqamni kim tanlaydi? O'zgacha. Kuyovimiz deng. Qaynotangiz ham mehribon ekan Farhodjon, sizda mana shu imkoniyat qoldi. Bitta raqam tanlashingiz kerak. 17. 17-raqam. Qani kuyov bolani sinab ko'ramiz. 17-raqam. 17-raqam ortida havo sovutgichi. Havo sovutgich. Mayli. Hammasini o'z tanlaysizmi deyman. Va 4-raqam tanlash imkoniyatini Ukam tanlasin. O'g'lim aytsin. o'g'lingiz aytsinmi? Kejiya. Ke. Nechinchi raqam? 20. 20-raqam. 20-raqam, demak 20-raqam ortida onadan o'tganmikin qani bolaga? Qani 20-raqam ortida? Muzlatgich. Mayli, kayfiyat tushirmaymiz. Chunki ikkov zinada ham ikkita imkoniyatga ega bo'ldinglar. Hozir sizlarda bitta televizoringlar hamda bitta havo sovutgichinglar bor. Va 3-zinaga ko'tarilamiz. Sizlarda 3 ta raqam tanlash imkoniyati bor. Qizimda o'zi menga telefon qoldi, shunaqa yutdim dada deb. Xursand bo'ldim. Birinchi o'rinda shu mashina deb kelgan qizim kuyovimga sovg'a qilaman deb sovg'ani olib ketishini tilayman. Undan oldin esa bizdan bitta sovg'a tanlab olasizlar. Qaysi sovg'a? Notebook. Notebook. Raqam tanlash imkoniyati 3 ta. Qaysi raqam tanlaymiz amaki? 5. 5-raqam. 5-raqam ortida notebook chiqsa, jiyan xursand bo'lardi, o'g'lingiz. 5-raqam ortida Smartphone. smartphone. Va 2-raqam tanlash imkoniyati 2-raqam. 2-raqam. Demak, 2-raqam, 2-raqam ortida 2-raqam ortida Smartphone. smartphone. Aya endi tanlang.
kayfiyat tushirmaymiz Fotimaxon. Ikkita imkoniyat bor. Keyin uchinchi Tanlang. imkoniyatingiz ham bor. Uchinchi raqam tanlash. Hali raqamni aytmay turing. Bizni hali ishtirokchimizni aniqladik, u bilan onlayn bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana bizni keyingi ishtirokchimiz. Siz Musofir show ishtirokchisiga aylandingiz. Rahmat. Xayrlisiz. Chust tumanidanmi? Namangandan Chust tumanidan ekan, vodiydan. Siz bilan studiyamizda ko'rishamiz. Xudo xolasa siz bilan operatorlarimiz bog'lanishadi. Gaz plitasini olamiz. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Keyingi ishtirokchimiz bilan ham tanishib oldik. Namangandan Chustdan ekanlar. Ular bilan operatorlarimiz bog'lanadi va sizni studiyamizda kutib qolamiz. Xudo xolasa hamma omadni olib keling va Cobalt'ni olib keting. To'g'rimi? Sizlarda 3-imkoniyat bor va 3-imkoniyatda raqam tanlash imkoniyati onaxonimizga tushdi. Chunki halidan beri omadlari kelib turibdi har bir zinada va 3-zinada ham sinab ko'ramiz. Nechinchi raqam? 11. 11-raqam. Qani 11-raqam ortida? 11-raqam ortida. 11-raqam ortida notebook. Bugun Cobalt olib ketib qolasizlarmi? Xudo xohlasa. Xudo xolasa niyat bor. Opa, to'g'risini ayting, ichingizda qanaqa duolar o'qiyapsiz? Allohdan so'rayapman. Gap bo'lishi mumkin. Gap bo'lishi mumkin bas. Notebook. 3 ta zinada 3 ta imkoniyat. Demak, amaki Cobalt'ni qadab ketasizmi deymanda bu ketishdi. Xudo xolasa. Kenimja omadli-yu, ha? Endi olib borib faqat lotereya o'chirtirmang. Qasinda sovg'a bor, deb. Ana endi 4-zinaga ko'tarildik va sizlarda 2 ta raqam tanlash imkoniyatiga ega bo'lasizlar hamda bizdan birinchi sovg'a tanlab olasizlar. Bizdagi sovg'alar smartfon bitta, notebook 3 ta, televizor 3 ta, kir yuvish mashinasi bitta, havo sovutgich 2 ta, gaz plita 3 ta, muzlatgich 2 ta, 10 million so'm pul yutug'i 2 ta, 10 gram tilla bitta. Gaz plitasi. Notebookda ekan 3 ta edi. Gaz plitami? Gaz plita. Yo'q, qattiqroq gapiringlar. Gaz plita. Gaz Juda omadinglar plitasi. kelib turibdi-yu. Omadi yo'q odamga o'xshab gapirmanglar. O'ylayapmiz-da. Dadil. Gaz plita devorsanglar bo'laveradi, onam topib beraveradi, to'g'rimi? Gaz plita. Opa, to'g'risini ayting, ichingizda qanaqa duolar o'qiyapsiz? Sovg'ani nima tanlashsang ham tanlashaver, o'zim topaman demadingiz, ha, to'g'rimi? Demak, 2 ta raqam tanlash imkoniyati bor. Bittasi baribir onaxon bo'ladi, bilaman. Ikkinchisi kim? Kim boshlab beradi birinchi raqam tanlash? Ha? Tanlasin. Kim? O'zimi? Ha, qattiq gapiringlar. Bo'lmasam o'zimiz gaplashamiz. Birinchi raqamda Fotimaxon o'zi topar ekanlar. Nechinchi raqam? 23-raqam. 23-raqam. 23-raqam ortida. 23-raqam ortida. Gaz plitasi. Onangizdan so'radingiz, menga ham o'rgating dedingizmi hozir? Yo'q, qizim tug'ilgan kuni 23-raqamda. Qizimniki, shuning uchun 23-raqam tanladim. Ko'z tegmasin, judayam omad kulib boqdi. Gap bo'lishi mumkin. Biz bundan faqatgina xursandmiz yutayotganinglardan va ikkinchi raqamni kim tanlaydi? Tanlang. 30. 30-raqam. 30-raqam ortida ham gaz plitasi chiqsa, Cobalt xos topshiramiz sizga. Chiqsin. 30-raqam ortida Notebook. notebook. U duoni qizingizga o'rgatib qo'yibsiz-da. Beshinchi zinaga ko'tarilamiz va 5-zinada mana shuncha raqam qoldi va sovg'alarimiz ko'rib turganinglardek smartfon, notebook, televizor, kir yuvish mashinasi, havo sovutgich, gaz plita, muzlatgich,
10 million so'm pul yutug'i, 10 gram tilla va sizlarda bitta raqam tanlash imkoniyati bo'ladi va bitta sovg'ani tanlab olinglar. 10 gram tillani tanlayman. Nechinchi raqam? 10 gram tilla. 10 gram tilla. O. Demek 10 gram tilla 5-sinada va bitta raqam tanlash imkoniyati. Turmush o'rtog'im tanlasinlar. Mana shu oxirgi oxirgisi. zinadagi raqam tanlashdi. Farhodjon sizni zimmangizga yuklashdi. Birinchi raqam. Birinchi raqam dedilar. 10 gram tilla sovg'amiz. Farhodjon birinchi raqamni tanladi. Lekin 10 gram tillani ham topsalar, qoyil qolaman. Qani birinchi raqam ortida. Televizor. Televizor. Va sizlar 5 ta zinani bosib o'tdinglar va 4 ta sovg'aga ega bo'ldinglar. 10 gram tilla esa bizda qaysi raqamda yashiringanini Go'zalxon ko'rsatib boradi. 22-raqam ortida 10 gram tilla. 10 gram tilla bor edi. Va mana shu katechalarimiz, sonlarimiz orqasi bo'mbo'sh emasligini bildirish maqsadida mana muzlatgich hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Gaz plitasi, smartfon, 4 ta. hammasini ortida mana shu sovg'alar yashiringan edi. Ko'rib turganinglardek, ana ba'zi bir negativlar yo'q emas, borda. Yo'q, o'zi eshitdimi? Yo'q. Bular o'zlari qilishyapti demasligi uchun 10 million so'm mana. Negativlarga ham gap qoldirmaylik. 8-raqamda mana 10 million so'm, 10 million so'm ikkita edi, rostdan ham mana ikkita. Gaz plitasi esa mana. O'rtoqlar, qani ko'rdinglarmi? Sizlar sovg'alar nima bo'ldi? Birinchi sovg'a havo sovutgich. Ikkinchi sovg'a Notebook, televizor. televizor, ha. Uchinchi sovg'a notebook. To'rtinchi sovg'a Gaz plitasi. gaz plitasi. Beshinchi sovg'a 5 million so'm. Bo'lish kerak edi. 5-sovg'a 5 million so'm pul. Endi bu ishtirokchiga aylanganligingiz uchun beriladigan bu pul. 4 ta sovg'aga ega bo'ldinglar. Mana shu 4 ta sovg'ani olib o'yinni tark etasizlarmi yo super o'yinda ishtirok etasizmi? Super o'yinga o'tamiz. Ishtirok etamiz. Demak, maslahatlashib oldinglarmi? Kelishib oldinglarmi? O'zi hamma kelganda yaxshi niyat qilib keladi, super o'yinda ishtirok etaman deb keladi. Demak, bularning ham niyati super o'yinda o'ynash ekan. Maslahat qilishibdi oilaviy. Biz super o'yinga keting! Biz super o'yindamiz o'rtoqlar. Hali bunaqasi bo'lmagan musofir shouda, lekin 5 ta zinadan 4 ta zinada imkoniyatga ega bo'ldinglar. 4 ta imkoniyat bilan hali hech kim o'tmagan edi. Bular o'tdilar. Tabriklayman. Demak, bizda super o'yin. 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar. Ortida esa 1 million so'm pul yutug'i, 4 ta kichik to'plam, 3 ta katta to'plam, 2 ta avtomobil bitta. Mana shu super o'yinda nima sovg'a chiqsa sizlarniki. Amaki nima kayfiyatingiz yo'q? Ha? Shunday omadli xotinni xo'jayini bo'lib turib, ha deyapsiz. Allah yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, biz boshlasak bo'ladi. Super o'yinda sizlarda 4 ta raqam tanlash imkoniyatiga egasizlar va birinchi raqamni kim tanlaydi? Qizimni o'zi tanlaydi. 3-raqam. Fotimaxon tanladilar 3-raqam. Mana shu 3-raqamni go'zal ko'rsatmasdan oldin Fotimaxon oila a'zolari 2 millionga men sotib olaman. Raqamni. Yo'q. 3 million. Yo'q. 3 million 150 ming. Shu raqamni beringlar. Nima deysan, jiya? Ha? Yo'q. Pochcha ko'p pul jo'natyaptimi? Ha? Bo'pti. 5 million bersanchi? Yo'q, ochamiz.
5 millionga shu 3-raqamni menga sotinglar. O'yin 6 million. o'yin. O'yin? Qanaqa o'yin? Anjanchagami? Anjan polkaga 7 million beraman. Ochamiz? ochamiz. 8 million. Yo'q. 9 million. 10 million. Yo'qmi? Demak, 3-raqam o'zingizlarga buyursin, orqasidagi sovg'a, 3-raqam ortida esa 1 million 1 million so'm. Salomat bo'linglar, olib keling. 1 million so'mni mana shuni 5000 so'mlikda beringlar, ha? Rasa sanasi majiyam, mana shu 1 million so'm senga. Demak, 2-raqam tanlash imkoniyati, 3ta raqam tanlash imkoniyatinglar qoldi. Tanlangan. Onaginam 2-raqam nechi? 4. 4-raqam. 4-raqam. Mana shu 4-raqamga 4 bo'lganligi uchun 4 million beraman. Oching. Oching. Vo. 4 ta topib o'zi ish buyuryapsiz. O'yin. 4 million. O'yin. 7 million. Nasib qilgani. Nima chiqsa. 7 million 350 ming. Olmaysizlar. Nasib qilgani. 8 million 145 ming. Nasib. Farhodjon. Farhodjon. Eshitaman aka. Raqamni sotinglar desam sotishmayapti. Lekin juda ham Lazım osh chiroyli. yutamiz aka. Hammasi. Demak, 4-raqam omadli onaxonimiz 8 million 145 ming bersam ham unamadilar. Nasib qilganida. Nasib qilgani 9 million bersam bo'ladimi? Oching. Oching. Nomerni oching. Go'zalxon, raqamni oling, 4-raqamni. Va 4-raqam ortida kichik to'plam. kichik to'plam. Bering. Lekin bu ham chakana narsa emas, kichik to'plama. Zo'r texnikalar bor. Kichik to'plamning ichida 3 ta texnika bor bizda. Birinchisi mana. Mashina bor ichida. Faqat kir yuvish mashinasi. Baribir mashina so'zi bor, to'g'rimi? Kir yuvish mashinasi. Mana shu ajoyib xolodilnik. Mana shu ajoyib xolodilnik ichida 1,5 kilo go'shi bilan. Va faqatgina mening yurtimni ko'rsatadigan televizor. Endi kuyovimga aytasan, u tanlasin oxirini. Faqat pultidan boshqa kanallarni kesib tashlaysizlar. Faqatgina mening yurtimni tomosha qilasizlar. Mana shu kichik to'plam va 1 million so'm pul yutug'i hozir sizlardagi bo'lib turibdi. Sizlar minusda emas, plyusdasizlar. 3-raqam tanlash imkoniyatini kimga beramiz? Xo'jayinimga. Xo'jayinizga. Farhodjon, sizdan Fotimaxon sovg'a olgisi kelgan ekan, bitta raqam tanlash imkoniyatingiz bor. Nechi? 9. 9-raqam. 9-raqamni Farhodjon tanladi. Raqamni raqamiga qarab pul beryapman, bilyapsizlar a? 9 millionga sotasizlarmi? Sotinglar bitta ham raqamni. Yo'q, endi o'yin bo'laversin. O'yin bo'laversin a. Orqadan nima chiqsa shuni olaman deyishyapti. Nasib bersin. Demak 9 millionga ko'nmadingiz a? O'zi necha pul bersam xo'p deysiz mana shu 9-raqam. Ha? Cobalt pulini? Rasa o'rtoqlaringga maqtanganmisan a? Cobalt olgan ketyapmiz deb. Ha, jiyan? Necha yosh? 10. Nechiga o'qiyapsan? 5 ga. Qaysi fanni? Jismon tarbiya? Hammasi? Mehnat bilan jismon tarbiyadan o'g'il bolalar 5 ga o'qirdi oldin. Demak, 9-raqamga 10 million berdim. Unamadingiz.
mayli mana shu amakimni hurmati, qizingizni hurmati, jiyanni hurmati 5 million 5 milliondan 15 million beraman. Farhodjon, siz tanlagan 9-raqamga 15 million so'm pul beryapman. Nima deysiz? O'ynaymiz aka. O'ynaymiz? O'ynayapsizlar. 15 million O'chamiz so'mga aka. shu 9-raqamni menga sotasizlarmi? Ikkitadan chiqdi. Yo'q. Ikkitadan chiqishi Yo'q. mumkin. Birmikan? Demak, 20 million bersam ham sotmaysizlarmi? 20 million. Ey, assalomu alaykum. Pulga ham qaramay qo'ydinglar, 20 Songa million. qarayapmiz. Ha? Sonlar tanlashga qarayapmiz. Ha, 20 million beraman dedim mana shu 9-raqam. O'yin davom etaversin. Nasib qilgan. Qaranglar, undan oldin ham pul berdim. Omadinglar, jangga 1 million so'm bo'ldi. 1 million so'm ortidan chiqdi. Lekin bitta narsani aytib qo'yaman. Juda omadinglar kelyapti, rostdan. Lekin mana shu 9-raqamni bersanglar, 22 million beraman. O'yin. 200 mingtalikda 2000 talikda 100 million bering, sanab olaveraman. Hech şey o'ylamayman. 2 mingtalikda 100 million bering, sanab olaveraman. Oxiri amakim ham gapirdi. Demak, 25 million bersamchi. Endi o'yin. Oxirigacha davom ettiring. 5 million, 5 million, 5 million, 5 million, 5 million. Va musofir show ishtirokchisiga aylanganligi uchun Fotimaxon 5 million. 30 million bo'lyapti. 25 million beryapman. Nima deysiz? O'yin. Demak, mana shu raqamda qolasizlar. Yo'q, uchamiz. O'zi Fotimaxon qanaqa qilib obuna bo'ldi sizga? Shu Instagramdan ko'rdim. Xo'p. Biz media platformasiga Biz media- kirdingiz. Platformasiga kirdim. U yerda Musofir show obunasi bor ekan va 3 oylik obunani sotib oldim. Necha pulga sotib oldingiz? 135 ming so'mga. Fevral oyida o'ynadim va mart oyida chiqdi. Undan tashqari yana bitta obuna sotib oldim. 79 ming so'mga. Oh, Keyin- jami 200 ming so'm pul 200 ming ishlatibsiz. ishlatdim. Jiyanni qo'lida u puldan 5 tasi chiqib ketdi. 1 million so'mdan. Ishtirokchiga aylanganingiz uchun 5 million so'm va kichik to'plam, xolodilnik, kir mashina va mana shu televizor. Siz plus tugul nariyoqqa ham o'tib ketdingiz. Undan tashqari 25 million so'm pul ham taklif qilyapman, olmayapsiz. Lekin 9-raqamni tanlayapsiz. So'rab ko'raylikchi, olsa oldi bo'lmasa. Ha. Farhodjon 9-raqamni 25 million so'mga sotasizmi? Yo'q. Yo'q degan holatda turavering bo'lmasam. Demak, 9-raqam ortida. Men 25 million so'm taklif qildim. Ular yo'q dedilar va 9-raqam ortida 9-raqam ortida 9-raqam ortida Gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir oila xursand bo'ladigan bo'ldi. Cobalt avtomashinasiga ega bo'ldi. Kelin yaxshi niyat keldi. Mana shu avtomobilni yuksam xo'jayinimga topshiraman dedi va bu raqam tanlashga ham xo'jayiniga topshirdi va 9-raqamni tanlab Cobalt avtomashinasiga ega bo'ldi. Anaki indamay yutib ketarkansiz, ha? Men aytdim-ku 2000 talikdan 100 million sanang olaman dedim-ku. Ko'rmadingiz. Mana avtomobil. Cobalt avtomashinasiga ega bo'ldi. Musofir show. Mana musofirda yurgan Farhodjon yaxshi niyat qilib kelinimiz keldi. Haqiqiy dilida yaxshi niyat qilgan ekanlar.
Cobalt avtomashinasiga ega bo'ldi. Bu quvonch ko'z yoshlari endi Sirdaryoda bitis qilib Farhodjon kelaveradi, zakslarga chiqib yurasizda endi. Muborak bo'lsin egasiga. Ano 4-imkoniyatdan foydalanasizlarmi, yotib turasizlarmi? Yanada nima kuchaydi-da? Va 4-imkoniyat. Bularda 4-raqam tanlash imkoniyati bor, lekin tanlasanglar kerak bu turishda. Yanada emotsiya Hamma kuchaydi. yo'lda olib ketasizlar. Bugun hamma yo'lda olib ketasizlar. Sirdaryoga ketsin. Xursandmiz bundan. Mana bitta oila baxtli, saodatli bo'lyapti. Bu musofir shouning ham maqsadi shu, oilalarni birlashtirish, ani jipslashtirish deydi-yu, mana Farhodjon ham endi kelsangiz kerak-a Koreyadan. Xudo xolasa. Men o'sha samolyotga bilet olayotgan bo'lardim. Siz hali mana shu daraxt oldida o'tiribsiz. Olib qo'yganman aka, bilet olganman. Olib qo'yganmisiz? Kobaltni o'zingiz, Kobaltni keling o'zingiz, o'zim topshiraman sizga. Xudo xolasa. Lekin Koreyadan ham qurruq kelmang, ha? Karscha shikolatlarni olib keling. Sirdaryoga boradigan bo'ldik endi, ha? Xudo xolasa. Ha? Bitta Sizlar Sirdaryoga qo'yga ham qo'yga ustoz qilib Xudo turasiz. xohlasa, Xudo xohlasa. Mehmon bo'lib kelamiz. Xudo xolasa. Oxirgi imkoniyatdan kim foydalanadi? O'zim foydalanaveraymi deyman. Otasi. Dayjon Otasi. Amaki. Xollaganingizni tanlang endi. Katta to'plamda toping ish qilib deyapti u. Super kichik to'plam 1 million 5 million. Katta to'plam to'plasangiz kirmaysiz deyapti. Bular ish qilib onaxon bilan otaxongami, qolgani Fotimaxon, bitta mashinani va'da qilganmisiz? Ikkita nima deydi, bitta o'q bilan ikkita quyonda. Qayna-qaynatalar ko'rib turgan bo'lsa Fotimaxonni, ana kichik to'plam qani demanglar a. Mashet egasiga ketyapti. Demak, oxirgi raqamni tanlang endi katta to'plamda amaki. Katta to'plam deb o'ylantirib qo'ydi amakim ham. Katta ekan endi u. Rostdan Cobalt yutib oldinglar. Rostdan. 6-raqam. Necha? 6-raqam. 6-raqam. To'xtang go'zal, o'zim olaman. 6-raqam. Demak, oxirgi sovg'alar 350 so'm beraman. Ochavering. 425 so'm. Yo'q. 400? Demak, 6-raqam ortida. Opa, siz kimsiz? Siz kimsiz? Katta to'plam! Voy, qoyil! Voy, aylanib keting. O'rtoqlar, bunaqasi hali menimcha bo'lmagan. Butun dunyoda, yer kurrasida bo'lmagan hali. Keni nima desangiz chiqyapti-da? Nima desangiz chiqyapti? Menga ham bir yaxshi niyat qilib bering. Siz ham omadingiz bersin. O'yinlaringiz yanada rivojlanaversin. Men bitta narsa so'rayman, har ko'rganingizda menga shunaqa omad bilan duo qilasiz. Duo qilasiz. Demak, aytganlari chiqyapti. Mana amakimga katta to'plam toping, bo'lmasam kirmaysiz dedi. Amakim ham ona uzoq qaradi, topdi. Mana tikka qilamiz sovg'alarni. Mana Sirdaryodan tashrif buyurgan oila Fotimaxon bizga musofir shouga ishonib, mana shu shouda obuna olib ishtirok etgan ekanlar 200 ming so'm pulga. 200 ming so'm ortida esa mana shuncha katta to'plam, avtomobil, voy, yozuvni ham ushlab ha, xo'jayiningizga berasiz shu mashinani. Kichik to'plam mana kenenda 1 million so'm jiyanda.
Bufetini sotib olasan maktabni, xo'pmi? Borib. Bufet sotib olib, bemalol hammanglar menga xizmat qilasizlar deysan. Farhodjon, eng asosiysi oila bir-birini hurmat qilib, bir-biriga yaxshi gapirib, kelishib, mana shu yerda bir-birini hurmat izzat qildi. Biz Musofir shou ko'rsatuvining ham maqsadi shu, oilalarni birlashtirish va ularga mana shunday sovg'alar ulashish. Biz sizlarni Musofir shouda ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sovg'alar nasib qilsin, yaxshi kunlarga ishlatinglar. Bizdan uzoqlashmanglar, Musofir shou. Sovg'a ulashishdan charchamaydi. Tezlashing, ko'p kutib olar. Assalomu alaykum Musofir shou kuzatuvchilari. Biz mana va nihoyat Sirdaryoga, Sardobaga yetib keldik. Galdagi g'oliblarimiz Cobalt avtomashinasi va bir qancha bitovoy texnikalar, 8 ta bitovoy texnikani g'olibi bo'lgan insonni xonadoniga keldik. Demak, sovg'alarni o'z egalariga topshiramiz. Ketdik birgalikda. Yaxshi niyat qiling, siz ham YouTube oling. Musofir shouga a'zo bo'ling, o'rtoqlar. Musofir shou Telegram botiga kirasiz va a'zo bo'lasiz. Obuna sotib olasiz. Qancha balingiz yuqori bo'lsa, sizda ishtirok etish imkoniyati shuncha ko'p bo'ladi. O'rtoqlar, Cobalt, yangi Cobalt qaranglar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yangi mashinalar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zlaring yaxshi keldilaringmi? Tinch amonga. Rahmat, Xudoga shukr. Rahmat, mana shu. Hamisha yaxshi kunlarga, to'y tomoshalarga mehr-oqibatli bo'lib bir-birlaridan bordi keldi. Abadiy bo'lsin, yaxshi kunlarga, to'ylarga. Alloh akbar. Qulluq bo'lsin. Assalomu alaykum. Men de televizorda ko'rib sizga havas qilardim. Yashang, salomat. joningiz omon bo'lsin. Salomat Omadli bo'ling. bundan ham Ilohi. meni kelinim bilan qo'sa qarab, bizlarni yoshimizda berib, hasilabariga qayta borish nasib. Alloh akbar. Musofirga ishlagan nimaga ketishadi? Mashina olaman, uy solaman deydi o'zbekchilik, to'g'rimi? Bu oilalarga mana shu narsalarni, mana shu yerda ulash maqsadida mana shu shouni tashkil qilganmiz. Mana endi ishondinglarmi bu shouga? Ha? Musofirdagilar hamda ko'p talablarga, istaklarga binoan O'zbekistondan ham ishtirok etsa bo'ladi deb buni qo'ydik. Mana O'zbekistondan sinimiz ishtirok etib, mana shu Cobalt avtomashinasi mana ko'rib turganinglardek 8 ta bitovoy texnika Musofir shouda qirib kelishdi-da, bittada bor. Nasib qilsin, yaxshi kunlarga haydashsin. Bu qanday bo'ldi? Haqiqat ekan, buni endi kuzatuvchilarga ham gapirib bering. Assalomu alaykum. Avvalambor rostdan Musofir shou rost ekan, o'yin o'ynadik. Xo'jayinimga beraman degandim. Xudo xohlasa yutsak deb aytdik. Niyatimiz amalga oshdi. Hamma niyat qilganlarga bundan ham zo'rlari bo'lsin, Xudo xohlasa. Ilohi. Yangisini mana shu zavoddan olib kelib, mana topshirib ketyapti. Sizni nasib qilsin. Yaxshi kunlarga haydab yursin, xo'jayiningiz bilan baxtli, saodatli bo'ling. Mahalladagilarga ham aytinglar endi. Rostdan ekan bu ko'rsatuv yutib oldi-anu, rostdanmi deb sekin mahallalarda hamma eshitadi. Xullas kalom butun O'zbekiston ko'radi mana shu shouni. O'rtoqlar, mana shu sinimiz g'olib bo'ldilar. Muborak bo'lsin deb qo'yinglar. Faqatgina yaxshi niyat qilinglar, sizlarga ham chiqadi albatta. Mana mashina keldi. Va'da qilingandaymiz, tashib ketishyapti, olib kelishdi. Texnika hamma ular keldi. Hozir kelishdi. O'zlari va'da qilgandek, haqiqat ekan. Ishlari. Yaxshi, barakallah. Xohlasa yaxshi kunlarga o'zingizga. Faqat siz ketib qoldingiz-da. Siz bir haftadan keyin ketib qolganingiz uchun keyin. Xudo xohlasa kelsangiz endi o'zingiz yaxshi kunlarga mining.